Mana shu ko'rib turgan do'stlar Inomark avtomashinalar bundan do'stlar bir necha yillar oldin chet eldan Xitoydan kirib kelardi yaqinlar. Endilikda o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilishi, sotuvi boshlandi. Mana shu katta zavod do'stlar o'zimizning O'zbekiston Toshkentga tushmoqda. Yakunlanib do'stlar ishlab chiqarishni boshlash sanasi bo'lsa 26-yildan xudo xolasa ishlab chiqarilishda do'stlar yana ham boshlaydi. Hozirda bu turgan mashinalar bo'lsa o'zimizning O'zbekiston Samarqanddan Zarafshonga qayerda chiqyapti aka? O'zbekiston Toshkentda chiqyapti. O'zbekiston Toshkentda. Assalomu alaykum Zaraf aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz aka? Alaykum, sog'lik, yaxshimi, charchamayapsiz? Aka, o'zbek xalqimizga, yurtimizga xo'p siz qaysi marka, qaysi modeldan boshlaymiz? Xo'p, O'zbekistonda hozir eng talabgir bo'lgan minivelarimiz bor, M3, M4. Ya'ni xalq bob desak bo'ladigan, undan tashqari mana bunday o'ta go'zal dedik-ku, o'ta go'zal RFC 8 mashinamiz kelgan. Buni 2 xil paysasi keladi aka. Sotuv xudolar shartnoma boshlangan, hozir benzinli variantiga. Xo'p, mana bu narsani ko'ring aka. Gap yo'q, do'stlar. Nasib qilsin hammaga. Aka mana bitta knopkacha ketdi aka. Oho. Hamma narsa avtomatik, elektronli qilingan, hattoki odam chiqib o'tirganda ketishda kapitan sidinlar, ikkita tomoni podlagoyninglar qo'yilgan, atamankalargacha qo'yilgan aka. Gap yo'q. Elektronik boshqalar, undan tashqari telefon qo'yish uchun knopkalar, eshikni ichkaridan ochish uchun knopkalar. Ha do'stlar, sotuvda bormi hozir mana shu? Sotuvda bor aka. Sotuvda bor. Aka prezidentskiy ekanda. Aka mana o'tirasiz, ketaverasiz aka. Undan tashqari tepasi luklargacha bor. Ji, luki ham bormi? Luki bor aka. Bu yerdan klient kontrolni boshqarasiz aka. Sidinkalar Abduh Abagriyev bor aka. Sotuvdami hozir shu? Sotuvda. Nech pul narxi? Narxini hozir videoni ko'rishsan aka. Bitta ko'rsating bitta knopkalarni. Do'stlar mana bitta ko'rib o'tinglar. Abduh Abagriyev har bitta sidinkaga qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, narx-navosi aytiladi do'stlar, raqamlar ham pastda, sotuvda bor. Eng muhimi o'zimizning O'zbekistonda do'stlar ishlab chiqarilmoqda. Old tomondan bitta ko'rlakan dizaynerni, hurmatli do'stlar, Jack RF8. Bu BAV emas akalar, BAV boshqa dunyo. Bu Jack RF8 boshqa dunyo do'stlar. Jack dunyosi vashi boshqa bo'lgan aka. Jack eng ommaviy mashinasi desak ham bo'ladi. Gap yo'q, qarang. O'zbekistonga olib kelish aka bir paytlar kutganimiz 45 ming 50 ming dollar kelganda, hozir narxini aytadigan bo'lsam, mijozlar, obunachilar kallasini qo'ygan joyi topolmay qolsa kerak. Nech pul? O'zim ham shu kallamni qo'ygan joy topolmay qolay. Nech pul ayting endi jigarim? 423 million 500 ming so'm. Dollarda qancha? 423 million 500 ming so'm hisoblab beramiz aka. Qani hisoblayinchi aka? Kursda shu 12 mingdan hisoblayvering o'rtacha. 12 ming bo'lyapti aka. Shunday bo'lyapti aka. Yo'q, 12 mingga hisoblaydigan bo'lsa aka 35.291 dollar aka. Ana do'stlar, 35 ming dollar hurmatli obunachilar, minib ketasizlar. Naqdga olaman deganlarga. Hurmatli yaqinlar, bormi niyat qilganlar, like bosinglar. Bu zavod hali ishlab chiqarishni boshlagani yo'q aka. Xudo xolasa hozircha O'zbekistonga olib kelinyapti, lekin ligotlar bilan kelyapti. O'zbekistonda xudo xolasa shu yaqin orada ishlab chiqarish ham boshlanadi. Ya'ni shu yerda zborka bo'ladi. Hozir Jack M3 M4larchi? Jack M3 M4lar ham xudo xolasa aka ishlab chiqarish hozirgi paytda Xitoydan kelyapti. Lekin o'zimizda zborka qilinish boshlanadi. Lekin hozirgi kecha kunduzdan boshlab har bitta Jack oilasiga mansub mashinalarga 3 yil 100 ming probeg garantiya bilan chiqarib beramiz. Ana do'stlar, mana bu ko'rib turganingiz aka Jack M4 juda ko'pchilik bilishadi. Boshladagi ma'lumotlarni boshlayveramiz aka. Gap yo'q, qani ketdik. Bilmaganlar uchun aytamiz, 2 li motor bilan jihozlangan bo'ladi. Shu 145 ta ot kuchi. Rasxodda 9-10 litr rasxod qiladi aka. 9-10 litr rasxodda. Aka videoni ko'rganlar uchun juda ham zo'r bonuslar qo'shib beramiz aka. Bonuslar ham bor. Bonuslargacha bor aka. Qanaqa bonus bo'ladi endi aka? Aka bonusi bombalarni qilib beramiz xudo xolasa. Ko'rsatamizmi kapot ostini bitta? Ko'rsatamiz aka. Do'stlar, Jack M3mi M4mi bu aka? M3, M4 bu. Ha, M4. Ana do'stlar, ko'ringlarchi. Motor 2 li grenjit motor. Sinovdan o'tdi. Ana 150 ming 200 minggacha bironta marta motor atkaz qilgan mijozlar ko'rmadik, xudoga shukr, zo'r yuribdi. Ana 70 ming 80 mingda remey almashtirish kerak bo'ldi. Ana moyni almashtirib o'sha vaqtida nimalarni qarab yurishadi, legirovkasini, kalotkalarini almashtirib yurishadi bo'ldi. Hech qanday mashinadan muammo kuzatilmaydi. Akalar, o'zimizning o'zbek xalqi ana shu mashinalar do'stlar yotib olib minib yurishibdi. Rossiya, Qozog'istonga rosa qatnashyapti. O'zlarini oqlab turgan do'stlar mikroavtobuslar. Qaranglar mana. 3 5, 7, 8, 9 kishilik. 9 kishilik B kategoriyadan bemalol haydashaveradi. Javob pish qilib, javob akalar. Hurmatli do'stlar, B kategoriyadan haydaverasizlar, mexanika bo'ladi. Mashina kurs kontrol, klimat kontrol, hamma nazoratlar bor. Old, orqa pechkasi cho'tki ishlab beradi aka. Ana, nech pul zarur shoq aka? Naqdga ayting buni aka, bizga 423 million
200 ming so'm bo'lyapti aka. 423 million so'm do'stlar naqdga berilmoqda. Bu sovg'alar mana shular emasmi ish qilib? Aka mana sovg'ani tekinga qo'shib beramiz aka. Ana do'stlar. Ya'ni mana bunisini aka. Polik chixol ham bormi? Faqat chixolni o'zini M4 ga beramiz. Yo'q, adashdim hozirmi? Aha. Bitta kesaylik mana shuni. Kesamiz. Aha, gapiravering. Qaysi mashinamizga berilyapti? M3 ga M4 ga bu berilyapti, M3 ga bu berilyapti. Ha, do'stlar mana qaranglar mana M4 ga bu, M4 ga polik qo'shib beramiz aka. Aha. Xudo M3 ga mana bu chixol qo'shib beramiz. Nimaga bunday deydigan bo'lsa, M4 ni ko'rgan bo'lsangiz poligi yo'q. Shuning uchun o'zimizdan tayyor olishsin, rasxod qilmasin mijozlarimiz. Gap yo'q. Shuning uchun polik qo'shib beramiz. M3 da mana bu ko'rib turgan narsangiz aka. Do'stlar, qani? Tayyor bo'ladi liloni. Bunga nima kerak? Chixol kerak. Mana bu materialni saqlash uchun. Bitta chixol qo'yib olishadi. Biz rasxod hech qanday rasxod qilmasdan faqat metan propan qo'yadigan obunachilar, metan propan xolasizlar o'zimizda garantiyali holatda. Xolasizlar ko'chadan garantiyadan kerak emas menga deydiganlar uchun ko'chada bemalol qo'ydirsalar bo'laveradi. Endi savol tug'ilyapti, Zarsh aka, qani aka? Naqdga aytdingiz, gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Naqdga pulim yetmayapti. Bank qilib olaman deganlarga qancha bersin boshiga? Boshlang'ich 30% to'lov qilishadi, so'mda ayting, necha pul bilan kelishsin? 30% necha pul mana shu? Jak M4 ga. Xo'p. 85 million so'm boshlang'ich to'lov qilishadi. Kelishadi, nomlarga 3 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. 85 million so'm bilan. 85 million so'm bilan. Gap yo'q. Jak M3 furgon varianti bor, gruzoviy varianti. Bu ko'rsatgan bo'lsangiz kerak obunachilaringizga. Bitta ko'rsatib ham qo'ying. Ochiq mashinalar? Mashina ochiq aka. Do'stlar, qani bitta. Yo'q, mana bu oynaklari yukka moslashgan bo'ladi va sidinkalar yo'q bo'ladi. Zavodskiy yukka moslashgan gruzoviy varianti. Ikkitani yukda bemalol yuklaveradi. Yon eshikdan ham, orqa eshikdan ham bemalol yuklasalar bo'ladi. Ana. Motorlarimiz shu M3 bilan bir xil, 1.8 sepli motor qo'yilgan bo'ladi, 134 ot kuchiga ega, 8 litr rasxod qiladi. Ana. Xo'p, faqat baloniga kalpakli qo'qon diska balon qo'yilgan bo'ladi. Yukka moslashgan uchun shunday balonlar qo'yilgan. Diskada aka sochilib ketadi balon. Bilasizki, bitta yamaga tushsa o'zi sochilib qoladi. To'g'ri. Shuning uchun yukka moslashgan holatda chiqadi. Buni narxi 199 million 80 ming so'm naqdga. Nech pul? 199 million 80 ming so'm. Bunisi 215 million 480 ming so'm. Ana. Boshlang'ich 30%. 75 million 80 million bilan kelishadi, xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha kredit qilib chiqarib ketsalar bo'ladi. Bu endi M3 aka. Xuddi shunday aka. M4 bilan M3 qanaqa farqi bo'lyapti endi shunda? Farqlarni aytib o'taman. Bo'lmasa, grafik bo'yicha pastki nomerlarga telefon qilsa, menejerlar hammasi ma'lumotlar tashab berishadi. Ya'ni boshlang'ich to'lov qancha pullar bor, o'shanga qarab turib grafik ketaveradi. M3 bilan M4 nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, farqlari asosan mana bu ko'rib turgan dizaynda farqi birinchi. Hop. LED farq qo'yilgan tumankasi bo'lmaydi. Ana. M4 tumanka bo'ladi, motoriga farqi bo'ladi. Buniki 1.8 deb bo'ladi. 134 ot kuchi. Uniki 2 li bo'ladi, 145 ot kuchi bo'ladi. Ana do'stlar. Keyin ruldagi farqlari bo'ladi. Buniki oddiy elektro-gidravlik rul bo'ladi, uniki multi rul bo'ladi, gidravlikka. Cruise control, climate control hamma nazoratlar bo'ladi unda. Gap yo'q. Keyin buniki sidinkalar ko'rib o'tsa bo'ladi Ali aka. Qani ko'ramiz. Kapitan sidin deyiladi. Mana bu narsa addini qilingan, qo'shmas. Shuning uchun kapitan sidin deyiladi M3 ga. Chiqib ham ko'rsating endi aka. Bo'ldi aka. Eng oxirgi o'tirish ham oson aka, bemalol odam qiynalmasdan o'tiraveradi. Keng, katta do'stlar. Mana Voha Toshkent, Vodiy Toshkent qatnasa ham o'zini oqlaydigan mashinalar yaqinlar. Yaxshigina pul topsangiz bo'ladi. Bagajlari keng aka. Necha kishiligida? 9 kishilikmi? 9 kishilik aka, 8 yo'lovchi bemalol oladi, bir kategoriyani bemalol haydashaveradi. Yengil mashina Toshkent Vodiy 200-250 ming bo'lib yotibdi aka o'rtacha. Shunaqa mana o'zingiz bilasiz. Bularga 150 ming so'mdan olsin. Xuddi shunaqa. Aka yuradi odamlar, ishonasizmi? Zo'r pul topsa bo'ladi-da. Bemalol aka. Bir kunda bitta reys qilsin, bitta kelsin, ertaman yo'lga kelib Toshkentda dam olsin. Qancha tushadi aka? 9 odam, 9 odam olib kelsa 150 ming so'mdan. 8 odam bilan keladigan bo'lsa 150 ming so'mdan, kelgan taqdirda ham 8 odamingiz bilan aka. 9 ta deng. 8 odam oladi, undan ortiq ola olmaydi. 150 ming so'mdan bo'lsa aka, 1 million 200 ming so'm kelishdi o'ziga, 2 million 400 ming so'm. 100 dollar kelishi. Gaziga 400 ming so'm rasxod qilsa, yedisiga 200 ming 300 ming rasxod qilsa 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm atrofida aka bemalol toza pul qolaveradi. 150 ming olgan taqdirda. Gap yo'q. Hozir o'pshi qancha pul tushirdi shunda? 1 million 700 bir kunda topyapti. 1 million 700 ming bir kunda. O grubiy hisobi aka 8 ming so'm rasxod chiqaryapsiz. Voh. Cho'ntagiga qolgani qancha bo'lyapti? 1 million 700 ming so'm aka. 1 million kiryapti.
cho'ntagiga olgancha deyapsiz, cho'ntagiga olgan. Cho'ntagiga qo'yadigan. Gap yo'q do'stlar. 100 dollar, 100 dollardan ko'p, 150 dollar. 150 dollar kuniga qolyapti. Bir reys qilsin bir kunda, to'g'rimi aka? Gap yo'q. Bir marta borib kelsin bu. Ana do'stlar. 150 ming so'm aka, bemalol vodiyni Andijon, Namangan bemalol chiqib ketaveradi. Ana. Endi Vohaga bundan ham qimmat yurishadi do'stlar, to'g'rimi aka? Vohaga ham xuddi shunaqa qimmat yurishadi. Bemalol 150 ming so'm o'ynab kelib olsam bo'ladi. Gap yo'q aka. Bir kunda bitta reys qilsa, bir oyda 30-25 reys qilsin aka. 3000 dollardan. 3000 dollarga yaqin pul bo'lyapti. Zarifshoh aka bir oyda. Ana do'stlar, Amerika yetib nima qiladi? Rossiyaga yetib nima qiladi? Rossiya kerak emas, mana O'zbekistonda qilsa bo'ladi. Faqat har qayerda tushish kerak-da. Xuddi shunday, har qayerda ishlagan odam daromadini topadi aka. Uyda yotgan odam negativ yozadi shu kommentariyada ham. Shu odamlar aka o'sha 1-2 bo'lmay yuraveradi. Ana do'stlar. Emishka aka mana shu polida xudo xolasa, polisi oldidan boshlab orqasiga 8 ta sidinki, 9 ta sidinki tushadigan texolni qilib beramiz do'g'ri. Gap yo'q. Endi aka bu yoqda tez yordam, Jak Sadrilar ko'ryapman. Nima bo'ldi endi? Bular aka rassamishga bo'lish jarayonida endi O'zbekiston talabiga qarab turib, xudo rassamish jarayoni ketyapti, narx chiqqan yo'q bularga. Ha, yo'q. Xususiy hozir bayinsalar ko'payib O'zbekistonda ko'ryapsiz. Hop, aha. O'shuning uchun bunaqangi mashinalar kerak bo'ladi O'zbekistonda ham. Jak Sadrilarimizga shartnoma ochilib yopilib qolyapti. Jak Sadri kerak mijozlar bemalol mezonlar bilan bog'lanib qo'yishadi. Xolasa yangi partiyamiz yana kelyapti. Juda katta partiyamiz kelib tugadi aka. Ana. Shartnomalar yopilgan hozir. Aha. Shartnoma kelishi bilan mashina kelishi bilan shartnomalar ochiladi. Xolasa to'lov jarayonlari ketaveradi aka. Gap yo'q. Bemalol pastki nomerga telefon qilsa, menejerlar to'liq ma'lumot berishadi. Toshkent Motor salonida, narxi 403 million 200 ming so'm aka. Ana, uni arzonroq qilsak bo'ladimi? Undan arzonrog'i bor, Gruzoy varianti bor, 368 million laqtayi bor aka. Ana do'stlar. Raqamlar pastda Zarifshoh aka. Xuddi shunday aka. Endi bularni skladdan ko'ryapmiz. Saloni qayerda? Salonga borib ko'raman deganlarga manzilni aytib qo'y aka. Salonimiz pastki nomerga telefon qilsa, lokatsiya tashlab berishadi. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, Qumariq mostidan tushadi, Qo'yliq tomon ketish. Qumariq chorrahasidan shuni chapga qayrashadigan bo'lsa, o'ng qo'lda Toshkent Motor salon. Qo'yliq tomondan kelishsa Qumariq chorrahasi, aeroportdan keyin Qumariq chorrahasidan shuni o'ngga kirishadi, Toshkent Motors. Lokatsiya tashlab beriladi aka. Gap yo'q. Mana bu montrlar ham ko'rsatmaysiz bo'ladi aka. Yaxshi bo'lar. T9 mi? T9 udari keldi aka. Do'stlar, mana sizlarga bir boshqachalaridan bor, hurmatli do'stlar. Monstrlar dodasida bu aka. Shartnoma bormi yo'qmi aka bularga? Bor aka. Shartnoma bor. Bor aka. Mana R8 ga ham bor, bunga ham bor, unisiga ham bor aka. Faqat ozgina kutiladi, to'lov qilishadi. To'lov qilishmaguncha kelmaydi bu mashinalar, sababi bor o'ziga yarasha to'lov qilishadigan bo'lsa, xudoolasa 30 kun ichida mashinani qo'llarga topshiramiz. Maksimal 30 kun aka. Ana do'stlar. Maksimal 30 kun. Ichog'i bitta ham tasini ochib ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatmaysiz bo'lmaydi aka. Qani u tomondan ko'rsataymi? 8 juda ko'pchilik ko'rgan aka. Bu 2 metrdan baland chekdi. Ko'rinishni ko'ryapsizmi aka? Do'stlar, 210 mi, 15 mi bu? Nechi bo'yi? Bo'yini balandligini bilmayman, lekin mendan ancha baland turibdi aka. 220 dan atrofi bor aka. Mana salonlari do'stlar. Aka, like-ni bosib qo'ysin, niyat qilib aka. Like-ni bosgan odamlarga Alloh yetkazsin. 5 kishilikmi shunda? 5 kishilik aka. 5 kishilik do'stlar. T9'imiz aka, bitta farqi avtomat korobka bo'ladi. Ana. Eng qizig'i luklargacha qo'yilgan. Motorlari qanaqa endi aka buni? Motorni endi gapirmasa ham bo'lar aka. Bo'lsa kerak 25 ta 30 ta rasvot aka. Yo'q aka, 25 ta 30 ta mashina hozir rasvot qilsa aka, nechta unda rasvoti aka? Buni aka 10 ta 12 tagacha rasvot qiladi. Motor qilib aka, kitob bo'yicha 10 ta 12 ta rasvot qiladi. Bemalol sinab ko'rishdan olib 2 li turbina motor qo'yilgan. 290 tot kuchi bor aka. 290 tot kuchi. 290 tot kuchi bor aka. Bu toqqa ham chiqib turar ekan-da. Bu joyga ketadi aka. Balonni mahaybatini ko'ryapsizmi? Yo'l tanlamasi bu aka. Gap yo'q aka. Yo'l tanlamasi Monster. Bu avtomat korobka. Avtomat bo'lmaydi, mexanika haydayman, avtomat yoqmaydi deydiganlar uchun mana T8 kichkina ukasi. Ha do'stlar. Mexanik korobka. Buni motori ham shu 2 li motor turbina qo'yilgan, 190 tot kuchi bo'ladi aka. Ha do'stlar. Mana salonni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Mana do'stlar, salon. Bundan ko'ra farqi sal komfort kamroq bo'ladi, luki bo'lmaydi. Rullari multirul, shu cruise control, climate control hamma narsasi bor aka buni ham. Gap yo'q do'stlar, marhamat, aloqachi qo'yinglar, sotuvda. Shartnoma bor. Xoling naqd oling, xoling bankka oling, qizig'i yo'q. To'g'rimi aka? Muhimi sotuvda do'stlar. Mana kirib kelyapti. Xudo xolasa mana shu zavodimiz bitib qolsa do'stlar, o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarish boshlanadi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday aka. Gap yo'q. Bemalol pastki nomerga telefon qilib bu mashinalar bo'yicha to'lov qilishadigan bo'lsa, boshdan to'lov qilib qo'yishadi. Qolgan to'lovlar mashina keldiki,
aloqaga chiqamiz. Qolgan to'lovlar shu kredit yozmadingiz uchun qolgan to'lov keyin to'lov qilsalar bo'ladi. Bemalol. Akalar sog' bo'lasizlar. Toshkentdan maxsuslarga Toshkent motor salonidan ko'rganda ko'rishguncha hammaga nasib qilsin.